Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mana biz Farg'ona viloyati So'x tumani Hazrati Ali mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Didbon tog' cho'qqisida turibmiz. Ushbu Didbon tog' cho'qqisi dengiz sathidan 1200 balandlikda joylashgan bo'lib, So'xga keldim, borib keldim, mehmon bo'ldim, tabiati chiroyli ekan degan mehmonlar diqqatiga shuni yetkazishni lozim topdim. Agar So'xga kelsangiz, bu yerga chiqmagan bo'lsangiz, demak siz So'xga kelmagansiz. Albatta, bu So'xga kelgan odam Didbon tog' cho'qqisiga chiqsa, mana shu yerdan So'x tumanimiz shu kaftdek namoyon bo'ladi. Shu 27 ta mahallani mana shu yerda bemalol kuzata olasiz. Sababi ushbu maskan So'x tumanimizni qadimiy markazlaridan bo'lib, shu Hazrat Ali mahallasidagi Hazrat Ali ziyoratgohi qadimiy markazi bo'lgan shu Didbon tog' cho'qqisida o'sha eskidan shu ota bobolarimiz chiqib, mana shu So'ximizni mana shu yerda turib himoyalangan. Sababi mana tur tomondan keladigan shu odamlarni mana shu yerda Didbon degan so'zning ma'nosi o'zi shu Didbonga shu postni anglatadi. Shu rus tilida postni anglatadi. Mana shu yerda chiqib ko'rib turgan, qayerda odamlar kelsa, qayerda karvon kelsa, darrov ziyoratgohdan qahqaha posho bo'lgan, o'tgan o'sha rezidensiyaga xabar bergan. Keyin o'zlarida agar mehmonlar kelayotgan bo'lsa, chiroyli qilib kutib olishgan, yo'llar bo'lsa, o'zlarini himoya qilishga shaylashgan o'sha davrdagi So'x xalqi. Shuning uchun ushbu Didbon tog' cho'qqisiga sizlarni chiqib, mana bu yerdan shu So'ximizni go'zal tabiatini ko'rishlikni, ushbu toza havodan nafas olishingni tavsiya etaman. Salomat bo'linglar.